Yuzlab biznes ledilar bilan ishlar va gaplashar ekanman, bilasizmi nimani his qildim? Ularning ko'zlarida yo'qotilgan nurni, yillab yig'ilgan charchoqni va energiyaning yo'qligini. To'g'ri, Instagramda baxtli hayot, muvaffaqiyatli biznes ledi obrazi bor. Lekin haqiqiy chin baxt yo'q. Qalbda olov, ko'zda nur yo'q. Chunki ayollar o'ziga yaxshi ona bo'lishim kerak, yaxshi rahbar, yaxshi ayol, yaxshi kelin, yaxshi mijozlarga xizmat ko'rsatadigan biznes ledi degan bir dunyo shablonlarni va o'zingizga nisbatan talablarni qo'yib olgansiz. Aynan mana shu talablar sizga eplay olganingizdan-da ko'proq mas'uliyatni olib, yanada ko'p charchashingizga sabab bo'ladi. Go'yoki juda ham past emassiz, lekin yuqorida ham emassiz. O'rtadasiz. Va Instagramda sizdan muvaffaqiyatliroq, sizdan zo'rroq, sizdan obunachisi ko'p, sizdan yaxshiroq hayotda go'yoki yashayotgan biznes ledilarni ko'rib, meni bundan nimam kam? Men nimani noto'g'ri qilyapman? degan savolni o'zingizga berishingiz tabiiy. Biz marketing bo'yicha, sotuv bo'yicha yuzlab darslarda qatnashishimiz mumkin. Xodimlarni boshqarish, analitika, biznesni ichidan o'rganishimiz mumkin. Lekin agar sizda energiya bo'lmasa, agar sizda mana shu katta maqsadlarni amalga oshiradigan istak qalbingizda olov bo'lmasa, hammasi bir tiyin. Hammasi bir tiyin. Ishlashingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu energiya. Energiya o'zingiz bilan ishlash, ruhingizni kuchli qilib olganingizdan so'ng marketing, sotuv degan hamma mavzularni bemalol ishlab chiqsangiz bo'ladi. Birinchi marta biznes o'zim qilganimda ayollar charchagan, ruhi charchagan, ishdan charchagan, ko'plab savollar berib kelishgan edi. Biznes o'zim o'tib bo'lgach esa ularning ko'zida nur, energiya, o'sha davradan topilgan kontaktlar, dugonalarni va ularning hayotga bo'lgan muhabbati oshganini ko'rdim. Va bu bejizga emas. Chunki ayollar davrasi bir-biriga energiya beradi. Bir-birini shartsiz qo'llab-quvvatlaydi. Bir-birining nozik joylarini to'ldiradi. Siz o'z muammolaringizni turmush o'rtog'ingizga, oyingizga, xodimlaringizga ayta olmasligingiz mumkin, lekin sizni tushunadigan, aynan biznes sohasidagi dugonangiz yoki fikrdoshingiz yoki yaqiningiz bilan maslahatlashish, xuddi uni boshidan o'tgan tajribalarni eshitish sizni o'sha yo'lda yo'qotadigan pullaringizni, yo'qotadigan energiyangiz, vaqtingiz va boshqa resurslaringizni oldini oladi. Go'yoki boshqalarning bosib o'tgan yo'li sizga yaxshigina tajriba maktabi bo'ladi va siz o'sha xatolarni qilmaysiz, to'g'rirog'ini qilasiz va biznesingiz yanada oldinga ketadi. Natijada siz energiyangizni, vaqtingizni va pullaringizni saqlab qolasiz. Energiyasi yo'q ayol bu ruhi o'lik ayol. Garchi uning millionlab pullari, mijozlari va biznesi bo'lsa ham, energiyasi yuqori ayol esa go'yoki magnitga o'xshaydi. U hamma narsani xuddi magnitdek imkoniyatlarni, biznes loyihalarini, zo'r mijozlarni hayotiga tortib oladi. Men sizga aynan shu narsani, aynan shu energiyangiz ustida va undan so'ng kerakli davrada bilimlaringiz ustida ishlashingizni tavsiya qilaman. Shunday bo'lishingiz kerakligi uchun emas, allaqachon o'sha darajaga yetib kelganingiz va o'zingizni ichki qaqnusingizni, ichki ruhingizni uyg'otib, boshqa darajaga tez chiqishga o'zingizga qaror qilishingiz kerakligi uchun gapiryapman. Aslida har biringizda milliardlik energiya, milliardlab potensial, milliardlab summali imkoniyatlar va milliardlik bilimlar bor. Shunchaki bu narsani to'g'ri jamoa, networking, to'g'ri bilimlar va to'g'ri kategoriyalarga joylab, rivojlantirib chiqarib berishingiz kerak xolos. Biznes o'zin aynan mana shunday maskan. Bu yerda hech kim sizni voy mana bu buni bilmas ekan demaydi. Ko'pincha erkaklar davrasiga biznes klublariga tushib qolganda ayollar savol berishga uyaladi. Nimaga? Chunki erkaklar voy shuni ham bilmaydimi? Voy baribir ayol kishi deyishi mumkin. Lekin ayollar unday demaydi. Chunki sizning ham oila, ham komanda, ham biznes, ham sotuv, marketingdagi savollaringiz va muammolaringiz umumiy azizlarim. Yoningizdagi dugonangizda, yoningizdagi qizda ham, ayolda ham xuddi o'sha muammolar bor. Va ayollar davrasida mazza qilib mana bu muammolarni, savollarni yechib, zo'r, tezkor, unumli, foydali yechimlar olsangiz bo'ladi. Aslida biznes o'zining maqsadi ayollarga mana shunday networking uchun, mana shunday bir-birini yordam berishi, bir-biriga potensial mijoz bo'lishi, potensial hamkor bo'lishi uchun zo'r yordam berish. Men sizlarni mana shu o'yinda qatnashishga chin dildan taklif qilaman. Yaqin oradagi raspисанияларimiz noyabr oyida biz Toshkent shahrida, Samarqand shahrida, Buxoro shahrida, Xorazm shahrida va Qarshi shahrida tur doirasida biznes o'yinlarini, ayollar bilan biznes o'yinlarini qilishni yo'lga qo'yganmiz. Biznes o'yin haqida to'liq ma'lumotni va raspisaniyani olish uchun shunchaki mana shu video ostiga plus belgisini qoldiring va sizga biznes o'yinining qaysi shaharda, qaysi sanada bo'lishi, narxlari, qanaqa imkoniyatlari, nimalar olishingiz haqida to'liq ma'lumotlar direkt orqali yuboriladi. Har bitta biznesini boshqa darajaga ko'taraman, energiyam ustida ishlayman, haqiqiy imkoniyatlar, katta bizneslar, kichkina o'yinlardan charchab katta maydonga chiqaman, katta ishlarni qilaman.
chet el bilan hamkorlikda ishlayman, milliardlab oborot qilaman degan ayollarni men biznes o'rinda kutaman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Har biringiz milliardlab potensialga ega milliard dollarlik ayolsiz. O'zingizda shuni tan oling. Boshqalar bilan o'zingizni solishtirmang. Shunchaki o'z yo'lingizni bosib o'tishingiz uchun bizning klubimiz va o'yinlarimiz siz uchun lokatsiya. Bu lokatsiya sizga aniq yo'l xaritasini chizib beradi. Lokatsiyangizni topish uchun esa shunchaki izohlarda plus belgisini qoldiring va sizga o'yinlar haqida to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va biznes o'yinlarda ko'rishguncha deb qolaman.